birinchi maktabni 7A sinf ota-onalarni yordamida shu sinfimizda sinf rahbari Muborak Ismatovlar katta mehnatlari bilan mana shu ajoyib yangilik kelajakka bo'lgan intilishdi. Bolalarimiz yaxshi o'qishi uchun naqadar домашний kinoteatr deydi. Mana sinf doskasi bilan keling. Yozsa ham bo'ladi, chizsa ham bo'ladi, telefonlardan ursa ham bo'ladi, kompyuter ishlatsa ham hamma narsa ichida bor. O'zi uchun o'zi yonadi. Bolalarimiz bilim olish uchun juda yaxshi yangilik bo'ldi. Bundan hozir maktabda sinflarda ko'paya boshladi. Bugun hozir katta majlislar zaliga o'rnatilyapti. Bu remont qaranglar, yangiliklarni mana issiq, mana supurish insonga savol qilyapti. Bu yerda ochib qo'yilgan. Ha, ochilgan mana. Stollar yangi, stullar yangi, partalar, shkaflar, оборудование, yorug'lik, hammasi detalli. Bolalarni faqat vaqtida darsga jo'natib, o'qishini nazorat qilib, tartib insoniga qarab bolalarni o'qib, qarab turishlarini ota-onalardan so'rab qolaman.